Assalomu alaykum va rahmatulloh. Vision Soliha Group mana o'z ishini Andijonda davom ettiryapti. Mana o'zimizning logotiflar bosilgan formalarimiz ham yetib keldi. Zakaz bergan edik. Mana Vision Soliha Group logotiflarimiz mana. Hozir kabel montaj ishlarini qilishyapti. Navlardan olib kelib mana betga, keyin nari tarafga ketyapti. Mana logotifli formalarimiz. Mana logotiflarimizni qilib berishgan bolalarga rahmatimizni yetib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin xizmatlaridan. Vision Soliha Group har doim xizmatlaringga tayyor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim xizmatlaringga tayyormiz. Pastda nomerlar qoldiramiz mana. Mana bunaqa kamzirlarga ham logotiflarimizni bosib berishgan chiroyli qilib. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldimi videoyingiz?